Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Endilikda Buxoro shaharining Qoq markazida mana shunday kvartira borligini bilarmidingiz? Mana sizlarga bitta obzor qilib beraman. Daroshkadan kirganlaringizda koridor kutib bo'ladi. Koridordan chap qo'lga qaytganlaringizda mana shunday oshxonasi ham bor. Oshxonasiga ham jihozlar qo'yilgan. Hammasi luks bo'lib o'tiribdi. Bu yerga endi keyingi nimaga xonaga o'tamiz. Keling. Mana shunday javonlari hamma narsasi qo'yilgan o'zida. Bu yerga keladigan bo'lsak, bu yer detskiy bo'ladi. Mana bu yer detskiy qilib olasiz o'zlaringizga. Detskiyda ham juda ham normalniy. Bu kvartiramiz 80 kvadratdan iborat. Narxini videoning oxirida aytib o'tamiz. Bu yerda родительskiy xonamiz joylashgan bo'ladi. Bu xonada ham normalniy remont, yaxshi remont qilingan. Kotellar, otoplenlar hammasi ishlaydi. Keyingi sanuzel qismlariga keladigan bo'lsak, sanuzel qismlari отдельно joylashgan. Mana sanuzel qismlari ko'rsatib o'ting. Endi bu yerga olib keling. Bu yer hojatxonasi. Bu yerga ham yaxshi jihozlar qo'yilgan. Bu yer esa ikkinchi detskiy bo'ladi. Bu yerga ham normalniy yaxshi remont qilingan. Bu yerdan derazadan qaraganlaringizda sizlarni mana shunday chiroyli atmosfera kutib oladi. Atmosferaga bitta baho berib, bitta laksani bosib qo'yinglar. Bu kvartiramiz opam sotuvga qo'ygan ekanlar. Bu 80 kvadratdan iborat. Narxini atsanada yozib qoldiramiz. Lagni patiskan bosib qo'yinglar.